Musulmon olamining muqaddas kunlari ezguliklarga, mehr-muruvvatga va qo'llab-quvvatlashga yanada boy bo'ladi. Prezident qaroriga ko'ra, muborak Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi chora-tadbirlar joriy etildi. Ramazon oyida davlat tomonidan qo'shimcha ijtimoiy yordam sifatida ehtiyojmand aholiga moddiy yordam ko'rsatiladi. O'lkamizning mo'min musulmonlari oylarning eng ulug'i va eng fazilatlisi bo'lmish bu oyni bir olam shodlik va quvonch bilan kutib olmoqdalar. Prezident qaroriga ko'ra, muborak Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi chora-tadbirlar belgilandi. Unga muvofiq ijtimoiy reyestrdagi, ya'ni davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiruvchi oilalar, xususan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar alohida qo'llab-quvvatlanadi va e'tiborga olinadi. Bu oddiy yordam emas. Bu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yangi, institutsionallashtirilgan modelga o'tish bosqichidir. Barcha jarayonlar ijtimoiy reyestr orqali amalga oshiriladi. Xo'sh, Ramazonda kimlarga va qanday yordam beriladi? Ijtimoiy reyestrdagi davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalarga 1 million so'mdan bir martalik yordam beriladi. Agar siz kambag'al oila toifasida bo'lsangiz yoki mahalla tomonidan qo'shimcha ro'yxatga kiritilgan ehtiyojmand oila bo'lsangiz 500 ming so'm ajratiladi. Yana bir muhim yo'nalish og'ir bemorlar. Ijtimoiy reyestrdagi 6000 nafar bemor fuqarolarning davolanishi va jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu tashabbus mehrni tizimga aylantiradi. Yordamlar aniq mezonlar asosida ijtimoiy reyestr orqali manzilli, shaffof va davlat siyosati darajasida amalga oshiriladi. Alohida ariza topshirish shart emas. Mazkur dastur Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan hayotga tatbiq etilishi ko'rsatilgan. Ramazon mehr va mas'uliyat oyidir. Muborak oy har bir xonadonga tinchlik, baraka va yengillik olib kelsin.